Ey, brother, kel. Bugun o'zimizni aldamaylik. YouTube'ga glow up deb yozsang, kiyimni qanday qilib kiyish, qanday parfyum ishlatish va qanday sochni tarash, qanday Julian narsalarni chiqarish ko'rsatiladi. Lekin agar ichindagi xaraktering, tanangdagi kuchli intizoming bo'lmasa, qolgan hammasi bir teng bo'ladi. Bu videoda senga qanday qilib chiroyli ko'rinish o'rgatilmaydi. Bu videoda senga qanday qilib mental va fizически o'zgarishni bu yozda prям ko'rsatib beraman. Agar senga oson yo'l kerak bo'lsa, bu videoni o'chir. Agar sen har ertalab yugurishga, zalda terlashga va o'zingni miyangni prям ishlatishga tayyor bo'lsang, qani bo'lmasa ketdik. Birinchi bo'lim Physic Glow Up tanani temir darajasiga olib chiqish. Birinchi navbatda tanadan boshlaymiz. Fizически kuchli bo'lmasa, mental kuchi uzoqqa bormaydi. Bu yozda sening maqsading ko'zguda qorni chiqqan yoki cho'pdek qaltiragan odamni ko'rish emas, balki aslida muskullari chiqqan sog'lom insonni ko'rishdir. Qani, nima qilamiz? Gormonlar nazorati, kortizol va testosteron. Ko'pchilik, ayniqsa yozda, stress tuyuladi. Ya'ni kechasi uxlamaydi. Bu esa tanada kortizol oshish sababi bo'ladi. Va bu esa katabolizm degani. Ya'ni mana videoda aytganimdek, bu mushaklarning birinchi raqamli dushmanidir. Agar jismonan baquvvat bo'lmoqchi bo'lsang va muskullaringni chiqarmoqchi bo'lsang, birinchi navbatda uyquni joyiga qo'y. Meni maslahatim, soat 10 da uxlab, bomdodga, ya'ni 4:30, mayli aytaylik 5 ga turgin. O'z vazning bilan ishlash. Street workout yoki da sport. Zalga puling yo'qmi? Bahona qilma. Ko'chada turnik bor, brus bor, yer ro'zi bor. Mana masalan, men umrimda zalga chiqmaganman, lekin meni formam ko'pchilikdan ancha yaxshidir. Shuning uchun bahona qilmasdan bugundan boshlagin. Bugun 5 ta tortindingmi, ertaga 6 ta tortin. Sen mushaklarning o'stirishga majburlatdir. Sportchi diyetasi. Shirinliklar, chipslar va gazli ichimliklar, ayniqsa kola iste'mol qilmang. Uni o'rniga ko'proq oqsil, ya'ni tuxum, go'sht va shunga o'xshagan narsalar yeyishga harakat qilinglar. Tananglar, bu sizlarni mashinanglar. Unga sifatsiz benzin quyma. Ikkinchi bo'lim mental glow up. Miyani sindirib, qayta qurish. Endi eng og'ir qismi mental kuch. Ko'pchilik yigitlar agar sal qiyinchilik bo'lsa, darrov sinib qolishyapti. Prosta unutib yuborishyapti. Nega? Chunki miya bo'sh. Agar sen haqiqiy glow up qilmoqchi bo'lsang, prosta mana shu 3 ta narsani qon-qoningga singdirib ol. Intizom egodan ustun. Bugun настроение, bugun kitob o'qiyman, bugun zalga bormasam kerak. Bormayman. Shu gaplaringni unut. Sen hissiyotlarning quli emassan. Haqiqiy kuch xohlamayotganda ham turib o'sha ishni qilishdir. Dopamin tuzog'idan chiqish. Biz nega dangasa bo'lib ketdik? Chunki telefonda shorts, TikTok ko'rib, miyamizni tekin dopaminga to'ldirib tashlaganmiz. Undan keyin esa sport bilan shug'ullanish yoki kitob o'qishda juda zerikarli ko'rinadi. Shuning uchun bu yozda telefondan foydalanish vaqtini 2 barobar kamaytir. Real, ya'ni haqiqiy hayotga qayt va miyang tinchlansin. Qulaylik ko'nikmasi. Doimiy komfortdan qochish. Issiq kunda muzday dush qabul qil. Soat ertalab 5 ta tur. Hamma uxlayotgan vaqtda sen rivojlantir. Miyani qiyna. Qiyinchiliklarga chidagan miya yengilmas miyaga aylanadi. Uchinchi bo'lim yozgi dod reja. 3 oylik strategiya. Xo'sh, gap ko'p, ish oz. Mana senga yozgi 3 oylik aniq reja. Bu narsani screenshot qilib o'z devoringga yopishtirib qo'y. Bro, bu yoz senga oddiy, zerikarli 3 oy bo'lishi mumkin. Yoki bu yoz senga kuch-quvvat berib, seni tayyorlantiradigan va oddiy qilib aytganda, seni hayotingni 180 gradusga buradigan nuqta bo'lishi mumkin. Tanlov o'zingda. Sentabr oyida maktabga, o'qishga yoki ko'chaga chiqqaningda yaqinlaring, o'rtoqlaring yoki dushmanlaring oldinga kelib,
qanday qilib bunaqa natijaga erishding, qanday qilib bunaqa o'zgarib ketding deyishni xohlaysanmi? Unaqada bugundan boshla. Bugundan o'zingni hayotingni o'zgartir. Shu yozdan boshlagin. Yozda o'zgarib, o'zingni hayotingni 180 gradusga o'zgartirib, shu maktabga borib, hammani lol qoldirgan. Agar senda xarakter bo'lsa, kommentariyaga men tayyorman deb yozib qoldir. Ko'ramiz, kim oxirigacha borar ekan, kim shu planni qilar ekan. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali Xudo xohlasa, bundan ham qiziqarliroq va foydaliroq videolar olishga harakat qilamiz va birga rivojlanamiz.